Assalomu alaykum. Bizdan 906 Sprinter so'raganlarga 906 kuzovda 2016-yilda ishlab chiqarilgan Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Max'dan bu, X-Trail emas, Max'dan bu 420 litre orqa bortjo'lari 271 zavodskoy benzin, metan 6 tali baloni bor. 110 litrli benzin baki bor. Xudo xolasa mashinamiz ishga tayyor. Nomerlar taqib qo'yilgan, bu yerda yurmagan Pirgon mashina bu. Akamning xudo xolasa o'zlari ishataman deb kelgan ekanlar aka. Nima bo'ldi? Nima bu? Mashina zo'rg'a kelib sotaman deb chiqyapsiz. Biz buni yaxshi niyatda olib kelgandik, endi bizning planlarimiz o'zgarib qoldi. Xudo xolasa. Yaxshi niyatda olganmiz o'zi aslida mashinamizni. Ha, endi o'zimiz buni ishlatamiz deb. O'sha biz buni ulkanasa qilmoqchi edik va bir ko'pchilik e'lon ham bergandi, o'zi qilamiz deb. Endi planlarimiz o'zgarib ketib qoldi. Xudo xolasa yaxshilikka xudo xolasa aka. Aka, maza qilib minishadi xudo xolasa. Necha pulga beramiz buni? Hop, mana menda aka bizga 30 mingga tushdi. Xo'p, telefon qilib bog'layman, telefon raqamini qoldiribman. O'zlari Yevropadan olib keltirib, nomer taqib, sertifikat hammasini olganlar, xudo xolasa. Bog'lanib aloqa chiqinglar, xudo xolasa. Qulay narxda naqd pul bilan kelsanglar, xudo xolasa shuni naqd beradilar aka. Biz buni avvalo sotish niyatida haliga foydalana olmasa olmaganmiz. Olgan odam mayli shuni olib minsin. Maza qilib, xudo xolasa shu tushgan narxiga bersam, xudo xolasa. Endi biz uchun pul olib kelishsa, naqd qarab bog'lanib, aloqa chiqinglar, mashinamiz zo'r holatda ekan. Ponni ko'rib chiqdim, 271 906 kuzovda. 6 ta metan bo'linib turibdi. Yurishlari motor qismi, hadovoy qismlarida ish olgan. Balolar 80-90% atrofida ekan. Yevropadan Pirgon holatda.